1992 yil 8-dekabr vatanimiz tarixidagi eng muhim voqea. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 11-sessiyasida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi qabul qilindi. Shunday qilib, 8-dekabr umumxalq bayrami sifatida nishonlanadigan bo'ldi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligiga erishishda biz albatta jamoatchilik nazorati muhitini paydo qilishimiz kerak jonajon vatanimizda. Agar shu jamoatchilik fuqarolarimiz befarq bo'lmasa, bu meni vatanim, meni mahallam, meni rayonim, meni shaharim, meni jonajon O'zbekistonim deb harakat qilsak, albatta hamma o'zgaradi. Konstitutsiya jamiyatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolar huquq va erkinliklarini himoya qilish, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir. Hammamiz bir bo'lsak, belimizni mahkam bog'lab, sabr, toqat bilan, matonat bilan, bilimimiz bilan vatanimizga, xalqimizga mehr muhabbat bilan xizmat qilsak, albatta natijalar bizniki. Buyuk O'zbekistonni hamma qilgan niyatlarimizni birgalikda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi farovon hayotning mustahkam poydevori bo'lib xizmat qilmoqda.